Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga bir yangiligim bor. Nima deyapti? Xudo xolasa inkubatorlarni olib o'rnatib oldim. Yaxshi niyatlarda tuxumlarni ham qo'yib oldim. Bir emas, bir yo'li 3 ta shkaf o'rnatdik. Xudo xolasa bugun ustalar kelib tepalarini yopishadi. Bugun kecha buni yurgizib oldik tuxumlarni qo'yib. Ha deb jo'ja ko'rsataversammi deganlar. Mana bugun xudo xolasa inshaalloh inkubatorda qo'yib yurgizib oldik. Bu yer mening jo'jaxonam. Yerda jo'jalar bor. Jo'jalarimiz akalar, hop. Bugun 16 kunlik bo'ldi. 16 kunlik jo'jalar. Bu yoqda kansa ketgan jo'jalar bilan. Bu yoqda broiler jo'jalar bor. Bular go'shtga boqilyapti. Qiziqsanglar hozir ko'rsatib boraman. İnşallah. Xudo xolasa jo'jalarimiz hamma yoq ishlab turibdi. Graduslarini ham ko'rishinglar mumkin. Astovi Andijon qora jo'jalarini ishlab chiqaramiz. Issiqlik 36-37 gradus. 37 dan past olib ketsa bu avtomatik ishlaydi. Propan yoqadi. 37 bo'lguncha avtomatik yonib turaveradi. Agar namlik ko'tarilib ketsa, ventilyatsiyalarimiz bor. Bular avtomatik ishlayveradi. Haroratni bir xil qilgani. Broiler jo'jalar bular. Bularni go'shtga boqamiz. Qora jo'jalardan joy oshib qo'yganda shu broiler joylarimiz bekor turmasin deb 2000 ta, 1000 ta qilib broiler tashab qo'yaman. Akalar, mana shu xizmatlarimiz, shu ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, kimgadir maslahatlar kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Xasislik bo'lmaydi, o'rgatamiz. Bilganimni o'rgataman, bilmaganim sizni bilsangiz sizdan olamiz. Shunday qilib maslahat qilib bir-birimizdan birga ishlayveramiz akalar. Buni tagida hozir to'pon deydimi shunaqa. Pirus tagi to'pli bor. Xudo xolasa bir like bosib akalar, podpiska tashab qo'yaverasizlar. Obuna bo'lib qo'ysanglar, har kunlik videolarimni qo'yib chiqarib, asobi jo'jalarimni ham internetda sotaman. Internetda sotishga o'rganib oldim. Prosmotr, like, payklarni bosib obuna bo'lib qo'ysanglar akalar, videolarni birinchi bo'lib ko'rasizlar. Xudo xolasa bugun kechqurun inkubatorlar qo'yib kengaytirib oldik ishimizni. Hammasi Allohning izmi bilan. Endi bu yoqda 3-4 kundan keyin shu joyimizni mana bu jo'jalarni kelin chiqadi. Olib ketgandan keyin shu yerga polni 4000 ta Andijon qora jo'jalari chiqadi. Shu yerga bosib olamiz akalar. Hozir zakazga 300 ta yukladim mashinaga. Hozir uni ham ko'rsataman. 300 ta ketyapti zakazga. Akalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa Andijon qora jo'jalarini optim joyiga yeb oldinglar. Inkubatorlarini ishlab turibdi. Xudo xolasa buni ham bugun tomlarini yopib olamiz. Inkubatorda o'rnatib oldim. Inshaalloh xursandman ancha. Akalar, podpiska tashab qo'yaverasizlar, obuna bo'lib videolarni qo'yib turamiz. Bu yoqlariga yana jo'jaxonalarga beton quyilib qo'ydi. Ertadan ustalar tushib bitirib yuboramiz inshaalloh.
Sog' bo'linglar akalar, salomat bo'linglar. Andijon qora jo'jalari kerak bo'lsa aloqadamiz.